Biz sindiramiz, naqd ko'tarmaymiz tepaga. Homiylar usta kelay olasizlar, charchamasdan. Biz xudo xolasa ekonom pechka deyishdi, YouTube'da ko'rib, ada ko'rib, qimmat ekan dedi narxini. Keyin o'zimiz yasaymiz, yasasak bizda qimmat tushar ekan. Keyin qo'qonli akalar bor edi, tanishlar telefon qilib shunaqa ekonom pechka yasashyapti ekan, ancha qimmatroq tushyapti, arzonroq versiyasi bormi buni desak, bor usta keldi. Keyin bizga falon joyda bordi, bitta tanish bor ekan, shuni ushlashtirib qo'ydi, olib keldik. Buni biz yasadik, YouTube kanallarga qo'ydik, Instagram va boshqa kanallarga qo'ydik, Facebookga ham qo'ydik. Endi buni hozir mana shu holatda biz sanayapmiz buni. Sinovdan o'tyapti. Bunday qilib mana uni tapdi mana. O'zimiz uyda qo'ylar bor edi, qo'ylarni quyuvdik, yozgi kunida issiqda quritib olib qo'yamiz mana. Buni endi bunday qilib yoqyapmiz mana, ko'ringlar. Real yonyapti. Soat 3 ta boshlaganmiz yoqishni. 3 ta bir yonyapti, xudo xolasa. Yonishlari zo'r, tutashlari yo'q. Endi bu ekonom pechka dedi, ona bu 700 ming emas bu. 700 ming pasrog'ida qilib beramiz. Agar kimga kerak bo'lsa, 700 ming pasrog'idan qilib berishingiz mumkin. Demoqchi bo'lganimiz yaxshi narsa ekan. Mana taylarni yonishlarini ko'ringlar, mana tapdi mana shu. Tapni yoqyapti, shunaqa qilib yonyapti. Soat 3 ta boshlaganmiz. Hozir bilinglar soat necha bo'ldik. Endi mana shu qilayotgan ishlarimiz ichida bizni qo'llab-quvvatlab, podpiska bo'lib, obuna bo'linglar. Kimga zarurlar bo'lsa, arzonroq versiyada bor, mana shu qilib beramiz. Sizlar uchun, mana shu xalqimiz uchun xizmatdamiz biz. Xizmatda charchamaymiz, xudo xolasa. Bizga dunyo puli shart emas. Bizga ozgina qolsa bo'ladi. Mana shu qilib sizlarga qishdan eson-omon chiroyli chiqishlaringizni so'raymiz. Kasal bo'lmasdan asosiysi. Telefon raqam ma'lumotlar uchun 91 325 6020 telefon qilaverasizlar. Sizlarga chiroyli qilib, arzon qilib, yazavon bo'yicha dastlabkasi tekin qilib beramiz. Arzonda 700 ming emas, 700 ming pastida bo'ladi. Biz sindiramiz, naqd ko'tarmaymiz tepaga. Qo'ldan kelganicha sizlarga ma'lumot berdik. Xudo xolasa o'zimiz yasadik buni. Faqat olib kelib yasadik. Shu sizlar chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa aytaverasizlar, bemalol yasab sizlar chiroyli qilib beramiz.